Hurmatli obunachilar, mana men bedanaxonaga keldim. Bedanaxonaga mana bu yemlari. Mana bu bedanalar. Bularning yoshi hozir 10 oylik bo'ldi. 10 oylik bo'ldi. Bularda tug'ishi hozir 70% tug'ib turibdi. Mana shu bedana, mana. Olib buni ushlab chiqaraman, mana shu bedana, mana shu bedana 10 oylikdan o'tdi, 70% tug'yapti. Mana tuxumlari, bedana tuxumlari kerak bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilinglar. Bedana boqishda xohishlari bor odamlar yana murojaat qilsin, kommentariyaga yozsin. Bu bedana tuxum, mana bu kechadan beri tuqqan, hali obeddan keyin terib olinadi. Bedana tuxum tovuq tuxumidan ko'ra afzalliklari juda katta. Tovuqni tana temperaturasi 39 gradus, bedananiki 41 gradus. Ancha-muncha kasalliklarni bedana yengib tashlaydi. Bedana. O'shaning uchun issiqlik bo'ladi. Bolalarga 2-3 tadan beriladi kuniga. Kattalar ham yesa juda bir haligi natijalari yaxshi bo'lib, odamni yoshartiradi, yuz terisini yaxshilaydi, o'zini yoshartiradi, kayfiyatlarini ko'taradi, immunitetni ko'taradi. Endi tovuqniki ham shunaqa, lekin bu darajada emas. Hozir men chirillayotgani orasida qo'shilib qolgan xo'rozi. Buni o'zi ajratib olish kerak edi. Endi buni ichidan qadam topasiz endi. Bularning xo'rozi shunaqa chirillab sayraydi. Mana shunaqa ishlar. Endi mana ikkita yotgan xo'roz broilerlar, bular mana shu bularga soling, bularga alohida yem berilmaydi. Mana shu nimaga to'kilgan yemda, bedanalardan to'kilgan yemda yeyishadi bular. Yeb, shu katta bo'lishdi. Hozir bittasi 6 kilo, 7 kilo bu turishi mana. Mana zo'rg'a yurishibdi bular mana. Men so'yadigan payt bo'lib qoldi. Issiqda bular o'lib qoladi. Bunchalikdan oshsa bo'lmaydi. So'yib boramiz. Endi bularni nima qilsangiz, bularni ko'radigan bo'lsangiz, bularni mana suv ichadigan mana nepil mana. Suv ichgisi kelganda o'zi bunday nima keladi. Bedana kelib, tumshug'ini mashay qilsa, suv ichadi. Ortgan suvi mana latokka tushib, naraqqa tushib, paqirga tushadi. Mana o yemi. Yemini to'kib qo'yamiz, xohlagancha yeydi. Bu bedanalar kuniga 30 gram, 32 gram yem yeydi. Bular 3 kunda 2 tadan hozir tuxum tug'ib beradi. Agar bularning yoshi 2 oylik bo'lganda edi, bular 3 kunda, 4 kunda 3 ta tuxum tuqqan bo'lardi. Ya'ni ham ko'proq tuqqan bo'lardi demoqchiman. Mana shunaqa. Bu suv mana tozalanmabdi. Mana bachokka nasosda suv keladi, to'ladi, bu tarqab turadi. Qachon suv kerak bo'lsa, mana ichishadi. O'sha nepilni mana uni bedana ichyapti. Mana shunaqa. Yemi bo'lsa mana qoplarda bo'ladi. Alohida yemi. Bularda 1 kilogrammi 5200 so'mdan 6000 so'mgacha bo'ladi bularda. Shu 30 gram, 32 gram yem yeydi. Agar bunga qiziqadiganlar bo'lsa, kommentariyda yozsin, telefon qilsin, tushuntiramiz, obuna bo'lsin. Hayot bobo o'g'itlari kanaliga. Mana o'rtoqlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.